Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ertaga 28-oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'lib, kechasi va ertalab ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Kechasi 5-10 daraja, kunduz kuni 17-22 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda esa chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 21-26 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 18-23 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 21-26 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, kechki tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'ib, shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 21-26 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi kutilmoqda.